O'sha yerdan hid kelyapti. Buncha sassiq yotibsiz. Bu meni sassiq o'rtog'im. Yilda 2 marta kelib, men qo'ltig'iga gipergidroz muolajasini qilib bermasam, yon atrofdagilar vaqti buni oldida o'tira olmaydi. Shuning uchun urib, so'kib, tepib ketira olaman. Keladi. Endi bu kasallik, to'g'ri tushunamiz. Hamma ham xohlab hidlanishni, terlashni xohlamaydi. Buni yechimi bor. Sasib, terlab yurish bu uyat narsa. O'zini sevib, qachab yilda 1-2 marta shu muolajadan olib yursa, hidlanishdan, terlashdan xalos bo'ladi. Effekti 6 oydan 8 oygacha turib beradi. Oq kiyim kiyapsiz, rangli kiyim kiyapsiz, jamoat joyida uyalyapsiz. Bu muolajadan erkaklarimiz ham bemalol foydalansa bo'ladi. Ukol degani zarar emas. Ukol degani bu foyda degani, davo degani, chora degani o'rtoqlar. Sizlarni ham menga o'xshagan, menga o'xshagan sassiq yuradigan, tellab yuradigan o'rtog'inglar bormi? Tez uzatib qo'yinglar, savob bo'ladi. Negativchilar boshlamanglar. Haqiqatdan ham yoninglarda u kimdan hid kelib qolsa agar, o'zingizga ham yoqmaydi-ku. Ana, bo'ldi o'rtoq. Sasimaysan, jilmaysan, maza qilib yurasan. Tur davay. Soqqan sana. Bu